Kelinglar, xizmat. Rais bova, men bu bilan yashamayman. Men bu bilan ajrashaman. Ajrashasan? Ajrashaman. Nega tinchlikmi? Nega ajrashasan? Ha, nega ajrashasan? Nima menga baqirasiz? Siz baqiring, kim bu menga baqirsin? Men kim bor o'zim aytdi. Ajrashaman. Bo'ldi. Lekin bitta iltimos bor. Bolalar men bilan qoladi. Bekorlarda aytib turaysiz va bola men bilan qoladi. Bolani jonim og'rib dunyoga keltirgan men bo'laman. To'g'ri aytyapti. Bolani bu dunyoga keltirgan. Bola bunda qoladi-da. Men ham harakat qilganman-ku. Kelin, bu ham to'g'ri aytyapti. Bu ham harakat qilgan-ku. Rais buva nima deyapsiz? Bolam 9 oy qiynalib men ko'tarib yurganman qornimda. Bola men bilan qoladi, tamom. O'g'lim bu ham to'g'ri aytyapti. 9 oy ko'targan. Qancha qiynalgan bu. Bola bunda qoladi. Rais bova nima deyapsiz? Nima deganingiz bu? Mana bankomatga borasiz, to'g'rimi? Plastik chiqasiz. Plastik bankomat sizga pul beradimi? Beradi. O'sha yerda pul kimniki bo'ladi? Sanikida. Menikimi? Bo'ldi. Demak, bola ham menikida. Qarorlangan. Ekongan oila o'yinchoq bo'ldimi nima? Qancha ekongan? O'rgildim sizlardan. Tavba qildim. Plastika deydimi? Bankomat deydimi? Menda ham plastika bor-u, bankomat yo'q-da.